Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, guruhga yangi qo'shilganlar. Bugun ikkinchi darsimiz Facebook'ga umumiy sayohat qilamiz, tanishamiz. Facebook o'zi nima? Bu bo'yicha maxsus prezentatsiya darsligimizni ham tashlab beraman. Umumiy holatda Facebook bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, avvalambor Google akkauntda Facebook deb qidirib kirishni hamma bilsa kerak va vazifa berganmiz. Hamma o'ziga Google akkaunt orqali Facebook deb qidirsa kirish kodi bo'ladi. Mana shu yerda ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. Men ungacha ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Bu akkauntim eski akkaunt, shuning uchun kirib chiqaverganim uchun o'zi o'rganib qolgan, bitta kirib ketaveradi. Shuning uchun yangi Facebook akkaunt ochgan bo'lsangiz, login parollarini, Google akkauntingizni, Instagram login parollarini hammasini bitta alohida Telegram kanalda maxsus sekretik kanal gruppa ochib, faqat o'zingizning ma'lumotlaringiz, kerak bo'lsa pasport kopiyalaringizni, viza kartalaringizni hammasini, ijtimoiy tarmoqlaringizni parollarini ham tashlab qo'yishni tavsiya beraman. Tushunarli? Xo'p, bu umumiy holatda Facebookda asosiy akkaunt oynasi hisoblanadi. Ya'ni buni umumiy holatda tushuntirib o'taman o'quvchilar. Xo'p, ona akkaunt hisoblanadi. Ya'ni eng katta misol uchun akkaunt shu. Bu yerda biz kirib ketishingiz mumkin. Ads Manager'ga kirasiz, stranitsalarga, biznes studiyaga kirasiz, Instagramda boshqarasiz, mijozlar bilan gaplashasiz va hokazo lead forma olish, hammasi shu yerdan sekin-sekin kirib ketadi. Xo'p, bu yerda misol uchun mana glavniy, bu yerda misol siz obuna bo'lgan va sizga qiziqishi mumkin bo'lgan insonlarning reklamalari misol uchun rasmlari chiqib boradi. Endi bu xuddi Instagramdagi kabi Reels. Bu marketplace ham bor. Bu narsa marketplace Instagramda ham bor. Druzya gruppa va o'yinlar. Bu Facebook Instagramdan farqli o'laroq ko'proq nimaga o'xshaydi siz? Ko'proq bu xuddi eski zamonda gazetasiga o'xshaydi. Gazetada xuddi shunaqa yangiliklar, o'yin kulguga o'xshagan narsalar, misol uchun xushxabar yangiliklar, misol uchun crosswordlar bo'lgani kabi, xuddi Facebookda ham shunaqa o'yinlar vaqtingizni chalg'itib kutish uchun qilingan. To'g'risi bu o'yinlar umuman qiziqmayman. Birortasini o'ynab ham ko'rmaganman. Men Facebookga asosan kiraman nima uchun? Asosan biznes egalarini Facebookga berilsa, unga stranitsa ochaman, Instagram misol uchun sozlayman, integratsiya qilaman, ulayman, reklama akkauntlari sozlayman, viza kartalarini ulab, reklama kompaniyalarini strategiyalar bo'yicha sozlab, yoqib chiqib ketaman. Bo'ldi. Qolgan holatlarda kirib nazorat qilaman, qay darajada ketyapti, qaysi biri effektivlik natija beryapti, qaysi biri effektivlik emas va shularda nazoratini qilib borishim kerak va shu uchun kerak bo'ladi asosan, men to'g'risini aytaman. Xo'p, endi qarang, bir boshdan tushuntirib o'taman. Chap oynamiz burchagidagi bu zamon rahmatli Muhammad, bu o'zimda Facebook asosiy Facebook akkauntim hisoblanadi. Endi qaytamiz yana. Pastdagisi Meta AI, bu yaqinda qo'shilgan, sun'iy intellektni qo'shgan Meta tomonidan Druzya, menga Druzya bo'lganlar, do'stlarimiz, professional akkaunt, professional panel, bu Instagramda ham bor. Akkauntni professional qilish, nastroykalari, sozlamalari shu yerdan qilsangiz bo'ladi. Vоспоминание, misol uchun bildirishnomalar, esdalik anaqa oldin qilgan tarixlaringiz, misol uchun sahranение, misol qaysidir video rolik, reels Instagramdan yoqib qolsa, buni ham sahranение qilib saqlab qo'yishingiz mumkin. Video reels bu ham bitta bor bu narsa. Din rождения, yaqinlaringizni tug'ilgan kunlarini Facebookda shunaqa narsa bor, Instagramda bunaqa narsa yo'q. Telegramda ham yaqinda qo'shilgan pro tariflarda misol uchun yaqinlaringizni tug'ilgan kunlarini eslatib turish zo'r funksiya, misol uchun bir-biriga bo'lgan yaqin munosabatlarda iliqlikni yaxshi ushlab beradi. Bu Facebookda ham bor bu narsa. Ikkinchisi zakaz и платежи. Bu yerda viza kartangizni ulaysiz, налогdan ozod qilasiz, shu kabi narsa shu yerda bo'ladi. Endi igraviy videolar, bu to'g'risi qiziqmayman. Xohlasangiz kirib ko'rishingiz mumkin. Maslahatim, qo'rqmasdan Facebook akkaunt ochdingizmi, bir boshdan shu bo'limlarga qiziqishga kirib chiqing, hech qanaqa xavotir olmang, buzilib qolmaydi. Buzilib qolsa xavotir olmang, bitta boshqatdan kirib chiqsangiz yana o'z holiga keladi. Muhimi bu yerda misol uchun buzilib qoladigan, siz spamga tiqib yoki yo'q qilib yuboradigan narsa yo'q bu yerda. Xo'p, marketplace, meropриятиеga qo'yibmiz. Meropриятие bu tug'ilgan kun, tadbirlar, qanaqadir to'y marosimlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu yerga meropриятиеga bo'lib kiritib bo'ladigan tadbiringizni kiritib qo'ysangiz, sizni o'rningizga xuddi yaqinlaringizga, Druzyadagi insonlarga mana shu rahmatli falon kuni to'y qilyapti, uylanyapti degan narsani yaqinlaringizga sizni nomingizdan taklifnomangizni ularga berib chiqadi. Shunaqa narsa. Nedavim действие, reklama bo'yicha qilgan harakatlaringiz va stranitsa. Bizga kerak bo'lgan narsa stranitsa, hozir kirib chiqamiz bu bo'limga. Keyingisi marketplace. Bu yerda xuddi OLX ga o'xshagan
reklama e'lonlari joylab boriladi. Misol kravat 800 so'm, 9000 dollarga misol uchun 9000 so'm deb qo'yibdi. 9000 dollar bo'lsa kerak, bilmadim endi. Ko'ylaklar bor 130 mingdan, skuterlar bor ekan 2 million so'm, juda ham arzon ekan lekin. Va hokazo shunaqa narsa OLXdagi kabi bu yerda ham marketplace bor. Siz ham bemalol o'zingizni объявление, ya'ni e'lonlaringizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Lekin eng ko'p yaxshi ommalashgani baribir bundan ko'ra OLX nisbatan bu ham yaxshi ommalashgan deb bilaman, o'zim shaxsiy fikrim. Lekin hammaga har xil. Xo'sh, keyingi anaqamiz Messenger. Messenger bu Facebookda bitta Facebook o'zi emas, Facebookga qarashli bo'lgan kompaniyalar juda ham ko'p. Jumladan Facebook kiradi, WhatsApp, Instagram, Threads, shu Messenger ilovalari hammasi bitta kompaniyaga, umuman Meta kompaniyasiga tegishli hisoblanadi. Endi biz bu yerda nima qilamiz? Eng pastda misol uchun vashi bыстрый ссылка, tezkor silkalar misol uchun tezroq qaysi akkauntlarga kirgan bo'lsa, xuddi o'sha akkauntlar shu yerda ko'rinadi. Oxirgi marta qaysi akkauntlar kirgan? Zamon Agency agentligimiz, Zamon Academy o'quv markazimiz va o'zimiz stranitsa va hokazo loyihalarimiz ekan. Endi bu yerda stranitsa bo'limiga kiramiz. Biz bugun eng asosiysi Facebook bilan qismi tanishdik. Bu misol uchun bu yerda misol Instagramdagi yaqinlaringiz stories qo'ysa, bu yerda o'sha xuddi o'sha storieslar paydo bo'ladi. Va siz ham shu yerda sozdать stories qilib, stories qo'yishingiz mumkin. Tavsiya etiladi, agar Facebook akkauntingiz yangi, novoy bo'ladigan bo'lsa, sразу hozir ketma-ket qilib boring va akkauntni birinchi o'rinda upakovkasi, avatarkasi, bio qismi, ma'lumotlari bilan silka bo'lgan silka qo'yish hammasi to'ldirib chiqish tavsiya etiladi. Hozir ko'rib chiqamiz buni, misol uchun qarang. Rahmatulloh Muhammad kiramiz, bu asosiy ona akkauntimiz. Bu yerda misol uchun orqa qismiga obloshka, Izmir obloshkaga kirib, bu yerda загрузки foto qilib xotirangizdan nima qilishingiz mumkin? O'zingiz xotirangizdagi narsani tortib joylab qo'yishingiz mumkin. Juda ham oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Просто Instagramning sal murakkabroq varianti. Bu yerda misol uchun avatarka o'z rasmingiz bo'lsa tavsiya etiladi. Mabodo keyinchalik qanaqadir muammolar bilan Facebook akkaunt blokka tushgan taqdirda ham e'tibor bering. Bunaqa bo'lish tabiiy. Shaxsan o'zimizda ham 2-3 marta bo'lgan, hozir bo'lmay qo'ygan, chunki barcha ma'lumotlar bilgandan keyin ko'p holatda blokka tushmayapti, eskirib ketgan hamma akkauntimiz. Ya'ni daveriyaga kirgan akkaunt qancha eskiroq bo'lsa, shuncha daveriyaga kiradi va blokka tushish ehtimoligi shunchalar kam bo'ladi. Bu yerda misol nima avatarkani qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'z rasmingiz bo'lsa, mabodo blokka tushgan paytda sizdan pasport rasmingizni, Google akkauntingizni, telefon raqamingizni, rasmingizni so'raydi. O'sha paytda siz avatarkangiz, nomlaringiz va postga qo'ygan rasmlaringiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun blokdan chiqish ehtimoli juda ham yuqori, tezda chiqib ketib qolishingiz mumkin. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi. Endi добавить biografiyaga kirib, o'zingiz misol uchun yana qo'shimcha ma'lumotlar kiritishingiz mumkin. Masalan, targeting, CRM tizimlari, qisqacha misol batafsil ma'lumot olish uchun yoki xizmatlarimiz bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun bizga aloqaga chiqing. Batafsil ma'lumot uchun deb yozasiz. Telefon raqamlaringizni yozib qo'yishingiz bo'ladi. Telefonlarimiz 77lik 37 51 7 yozib qo'yasiz va saqlantirib bosamiz. Bo'ldi. Karatka qisqacha ma'lumotlarimiz, nima bo'yicha ish olib borasiz, siz bilan aloqa uchun ma'lumotlar albatta kamida 3 qator, 4 qator bo'lishi shart. Profilingiz bu yerda misol uchun redaktirovать informatsiya. Bu joyda qancha ko'p ma'lumot kiritsangiz, shuncha yaxshi. Sizni eski tanishlaringizni ham topib berish ehtimoligi Facebook shunaqa intellekt zo'rki, bundan abituriyentlik paytimizda, past 10 yil oldingi tanishlarimiz, abituriyentlik paytidagi sinfdoshlarimizni ham hattoki u bilan nomerlarimiz yo'qolib ketgan, ko'rishmaganmiz ham hattoki, lekin o'sha o'qigan joylarimizni, litseylarimizni kiritgan paytimizda Farg'onadan, Bag'doddanman o'zim. O'sha yerdagi ma'lumotlarimiz, yaqinlarimizni ham hattoki topib bera olish qobiliyatiga ega. Instagramda bunchalik kuchli emas. Tushunarli? Mana shu qismlari to'ldirilgan bo'lishi kerak va tavsiya etiladi. Bu yerda misol uchun jonli efir, foto va video qo'yish bo'limi, reels qo'yish bo'limi bor.
foto va video orqali xotirangizda, masalan, o'zingiz haqingizda rasmlar va video roliklarni ham, misol uchun, joylang, montaj qiling, o'zingiz rasmlaringizni qo'yib qo'ying. Baribir kimdir shaxsiy brenddan albatta bugun yerdan boshlaydi. Bugundan boshlang. Baribir Instagramda ham yurityapsiz, Telegramda nimadir ma'lumot beryapsiz, qiymat beryapsiz insonlarga. O'zingizni kimsiz, qaysi soha bo'yicha insonlarga misol uchun nima bera olasiz? Bering o'sha ma'lumotlarni. Qancha ko'p bilimingiz, ma'lumotingiz ko'proq bo'lsa, ulashgan sari u yana ham kuchayib, yana ham ko'payib boradi. Shuncha qiziqolmasdan bering. Xo'p, qaysi soha bo'yicha mutaxassis bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'qituvchimisiz, duradgormisiz, darvoza ustami, santexnikmisiz, talabamisiz, tadbirkor, biznes egasimisiz, o'zingiz sohangiz bo'yicha sizga juda ham sodda ko'rinadi. Misol, mana shu hozir o'rgatayotgan narsalar shaxsan men uchun juda ham sodda narsalar. Lekin kimlar uchundir bu juda ham qiyin, murakkab deb tuyulishi tabiiy hol. Chunki endi qilayotgan insonga qiyin bo'ladi takanishni. Buni qayta kirib chiqib yuravergandan keyin xuddi o'zingiz uyingizda qanaqa topasiz? Misol, nima borligini, qayerda nima turganini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Xuddi shunaqa bu yerda ham o'rganib pishib ketasiz. Shuning uchun bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni brendingizni, shaxsiy brendingizni hozirdan manfaatli holatda ma'lumotlaringizni berishni boshlang. Hech qachon ertani, mukammal vaqtni, mukammal kunni kutmang hech qachon. Mukammal vaqt, mukammal sana, mukammal insonlar bu hayotda yo'q, bo'lmaydi ham. Hech qachon mukammal vaqt kelmaydi. Faqat vaqt ketadi xolos. Shuning uchun harakatni qilib boshlang. Xo'p, demak boshlaymiz, o'zimiz ham davom etamiz. Demak, biz birinchi o'rinda bugun nima ish qilamiz? Bugun birinchi ishimiz Facebook bilan maksimum tanishib chiqasiz. Mana bu 9 ta funksiyalarni bosib ko'rib, bu yerdan qisqacha tanishtirib o'taman. Xuddi shu chap tarafda bor funksiyalarni qilsam, bu tarafda ham bor o'shalar. Ya'ni maksimal oson bo'lishi uchun professional panel kirasiz, sozlaysiz, ma'lumotlarni olasiz. Masalan bo'ladi. Akkauntni professional holatda kiritishingiz mumkin bo'ladi. Мероприятие bu ko'rdik, bularni ham misol uchun o'z yozib qo'ygan. Organizatsiya находится интересным мероприятие поблизости и онlayn. Juda ham usulni aksentini zo'r emas, lekin ozgina misol uchun bir 4-5 sinf darajasida rus tili, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, bemalol tushunsa bo'ladi. O'zi ikonkasi va nomlari bilan tushuncha berib qo'ygan. Hech qanday qiyinchilik, tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin emas o'zim deb qaraganda. Sizga kerak bo'lgan narsa nima desangiz, bu yerda stranica. Mana shu stranica bu yerdan kirsangiz ham bo'ladi va chap tarafdagi mana bu stranicadan ham kirsangiz ham bo'ladi. Bizga shu narsa kerak. Stranicani bosamiz va birinchi o'rinda mana bu eski o'zimiz ochilgan va boshqa proyektlarimizni ham stranicalari shu yerda qolgan. Ko'pchilik ishlayapmiz. Ba'zilar bilan misol uchun 6 oy, 1 yildan keyin shartnoma bekor qilingandan keyin ularda Facebook stranicasi adminligi qisman qolib ketgan. Xo'p, endi bu yerda yangi stranica ochish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda chap burchakda pastda Создать новую страницу degan knopka bor. Mana shu stranicani bosamiz. Va bosganimizda mana shu oyna paydo bo'ladi. Nazivaniyya страница. Stranicaga nom ber deyapti. Endi bu stranicamizga nom beramiz. Misol uchun o'z loyihangizdan eng avvalo birinchi o'zingizni shaxsiy brendingiz uchun, shaxsingiz uchun Abdujabbormiz, Abdujabbor, Nilifarxonmisiz, Nilifarxon deb yozsangiz bo'ladi. Men o'zimga juda ham ko'p akkaunt ochganman. Endi qaysi loyihalarimizga ochib ketsam bo'ladi. Hop. Kategoriyasi belki ko'proq ruscha yozish kerak. Men hozir klaviaturamda misol ruscha yo'qligi uchun iloji yo'q. Nima desa bo'ladi endi? Home uy bo'yicha. Mana ne divizimiz chiqdi mana shu. Bu yerda yo'nalishingizga yaqin so'zlarni ruschasi, mana kirilcha chiqyapti. Meni klaviaturamda kirilcha so'zlar yo'q. Kirilcha yozsangiz sразу chiqadi. Va o'ziga yaqin bo'lgan sohalar tanlashingiz mumkin bir nechtasini. Yo'l sotish bo'yicha CRM tizimlar, call center bo'limi, marketing xizmatlari, holatda tel qilib yozib qo'yapmiz.
Siz ham aynan shunaqa bo'lishyapmiz. O'zingiz Instagram yozgan bo'lsangiz, hozir kelgan ma'lumotni yozib qo'yapman. Xuddi shunaqa holat. Nima xizmat bo'yicha shug'ullanasiz, nima qaytarib bera olasiz, shular yozishingiz kerak bo'ladi. 77 307 51 37 telefon raqamini yozdik va sozdать страницuni bosamiz. Va bosganimizda ikkinchi oynaga kiramiz. Hop. Keyin hurmatli yangi guruhga qo'shilganlar, target bo'limida mabodo Facebook stranitsa, anaqa Facebook, Google akkaunt ochishni bilmaydiganlar bo'lsa, sizni guruhga qo'shgan adminlarimiz aloqaga chiqing va maxsus mini darslarimizni ham Telegram guruhimizda, bilasizlar, guruhda har bittasi modullar bo'yicha bo'lib qo'yilgan o'quvchilar. Bemalol ustozlar shunaqa men Facebookni umuman ocha olmayman, kirmaganman ham, Google akkauntni umuman ochmaganman. Siz Google akkaunt ochish bo'yicha ham darsliklarimizni tayyorlab tashlab berishadi. Endi bu umumiy holatda biladigan insonlar uchun, bilmaydiganlar bo'lsa ham video darslarimiz ham bor. Guruhga asta-sekin tashlab boryapmiz. Ehtiyojlar kelib chiqqan holatda tashlab berilaveradi. Hech qanaqa uyalish, tortinish degan narsa bo'lmasa, hamma bilib tug'ilmagan. Shaxsan o'zim ham shu narsani bilmagan holatda, bilmaganman. Kimdir o'rgatgan, kurs sotib olganmiz, misol uchun biz ham shogird tushganmiz, misol uchun. Xuddi shunaqa qilib sekin-sekin bilim tajriba kuni paydo bo'lishni boshlaydi. Bu borada hech qanaqa qo'rquv, uyalish, tortinish degan narsalar bo'lmasin. Yashirgan narsani. Xo'p, bu yerga kratki informatsiya. Yani bu yerga misol ma'lumotingizni kiritish kerak bo'ladi. Endi men hozir saytim to'g'risi qilinmagan. Shuning uchun o'zimning YouTube kanalimdagi YouTube linkimni qo'ysam ham bo'laveradi. Chunki HTTPS protokoli bu veb-saytda o'rnini ham bosa oladi. Mana. Bu yerga Telegram kanalingiz, veb-saytingiz, YouTube'ingizni ham qo'ysangiz bo'laveradi. Telefon raqamingiz deyapti. Biz telefon raqamimiz 998 O'zbekiston 77 123 51 37 telefon raqam qo'ydik. Elektron pochtamizga rahmatulloh yozdik. Bu ham hozir ishlab yo'q. 77lik 123 51 37 telefon raqami kiritdik. Farg'ona indeksimiz. Farg'ona indeks 120 150 elektron pochta. Bu pochta indeksi nima ekan deb boshingiz qotmasin. Bu narsani GMT5 degan narsa so'rab qoladigan bo'lsa, misol GMT5 Karachi yoki O'rta Osiyo, Osiyoni tanlayverasizlar. Chunki vaqt mintaqasi va indeks nima deydigan bo'lsa, u karta kiritayotgan paytda yoki nimadir xarid qilayotgan paytingizda ham indeks pochta so'raydi. Chunki sizni qaysi hududda ekanligingizni Facebook kompaniyasi bilmoqchi, qaysi provinsiyadasiz, qaysi viloyatdasiz. Har bitta viloyat, har bir tuman, qishloqda ham o'zini O'zbekiston bo'yicha pochta indekslari bo'ladi. O'sha pochtaga misol uchun xat keladi, misol uchun gazdanmi, MIBdanmi, bilmayman qayerdan bo'lsa ham o'sha pochtaga xat keladi. Masalan, jarimaga tushsangiz, xuddi shunaqa pochta indeksi bo'ladi. Misol uchun Farg'ona pochta indeksi deb qidirsangiz, Farg'ona pochta indeksi mana ko'rishingiz mumkin. Farg'ona shahar pochta 150 dan boshlanadi. 100 nechigacha ketaveradi, misol uchun. Bog'ot tumanidagi 150, 200 qanchadan boshlanadi, deyapti. Shu yerda o'z pochta indeksingizni topib, shuni ko'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanaqa misol uchun muammochi yo'q. Mabodo bir ikkita raqamga xato qilsangiz, hech xavotir olmang, sizni qamab yuborishmaydi. Xo'p, so'rayapti, "Укажите время работы вашей физической лиц. Ishlayotgan tochkangizni ish jarayoni qanaqa misol uchun deyapti. Часть работы misol uchun ko'rsatilmasin, umuman ish jarayoni ish boshlanganmi, tugaganmi ko'rsatilmasin deyapti. Ikkinchisi, всегда ochiq, 24/7 ochiqmiz. Xohlagan paytda aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoki agar qat'iy belgilangan tartibda ishlaydigan katta korxonalar bo'ladigan bo'lsa, buni albatta kiritib qo'ysa bo'ladi. Понедельник, dushanba misol uchun 8:00 dan 9 deymiz, 9 dan misol uchun boshlanadi. Kechki vaqtimiz misol uchun 19:00 gacha. Shuni saqlanib qilasizda. Voy, ketib qoldikmi? Hammasiga 9 qo'yib chiqasiz misol uchun. Erta 9 dan boshlanadi misol uchun. Ctrl va Ctrl S buni bilasizlar, buni o'rgatish shart emas. Kompyuter savodxon darsimizda bular o'tilgan. Kompyuterdan to'g'ri foydalanish, Google akkauntlarni misol ochishlar darslari, klaviatura, teskari funksiyalar, teskari klaviatura funksiyalari ham aytib jigani ko'p bo'lyapti-ku gapirganimiz uchun.
tezkor klavishlarni ishlatish darslari ham o'tilgan. Bunda hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Mabodo bo'lsa aytaverasiz bemalol. Masalan, yakshanba kuni umuman ishlamaymiz desangiz, yakshanba kuni olib tashlashingiz ham bo'ladi. Xuddi shu holatda sahrani qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, keyingisi daleni bosamiz. Daleni bosganimizda sizga ko'rsatgan narsam добавить profil avatarkasi. Xuddi Instagramda rasm turibdi-ku, misol uchun. Mana Instagramda rasm turibdi. Mana shu avatar. Xuddi shunaqa Facebookda ham bor. Mana bioni shu yerda o'zidan misol uchun olsangiz ham mayli. Shuni olasiz, copy paste qilib joylaysiz. Tamom. Xo'sh. Bu yerga avatarkaga endi hozir rasmlarim bormi ekan deydi. Shu yozib qo'yib turamiz hozircha. Keyin o'zgartirib ko'ramiz. Добавить обложка orqa tarafiga ham hozir rasm qildirmaganman. Endi bu rasmdan yana iloji foydalanib turamiz. Ma'lumot sifatida aytib o'tdik, shunaqa avatarkalar yasashdi, nima desam bo'ladi, tayyorlashdi. SMM bo'limimizda Canva'da dizayn qilish darsliklarimiz bor. O'shalar ko'rib, tanishib tashlab boriladi ma'lumotlar bo'yicha. Uni ham kirib ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Bepulga o'zingiz obloshka, banner, vizitka, logotip, postlar, SMM dizayn postlarini o'zingiz tayyorlashingiz mumkin. Reklama kreativlari uchun albatta rasmli kreativlar kerak bo'ladimi? Kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa rasmli kreativlarni kimgadir iltimos qilib, pulga qildirib yotib olmasangiz, dizayn o'sha SMM dars bo'limimizda Canva'da dizayn qilish darsligimizni ko'rib yaxshi o'rganib chiqing. Bepulga tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi keyingisiga o'tamiz. Daleni bosamiz. Va inshaalloh bizning stranisamiz hozir ochilishi kerak. To'g'risi aytsam juda ko'p stranisa ochib tashlaganman. Xo'p, WhatsApp ulaymi deyapti. Keyinroq ulaverasiz. Propust qilsangiz ham mayli, WhatsAppingiz bo'lsa ulasangiz ham mayli. WhatsAppga kod keladi, shunaqa ulab qo'yasiz. Do'stlaringga ham yuborsam bo'ladimi shu Prohom.uz stranisangni dedi. Yubor hamma do'stlarimga. Kimgadir qiziqib obuna bo'lsin. Uning holatda 1040 ta tanishim bor ekan. Anaqa druzyamiz hammasiga yuboramiz. Bir zeriktiraylik ularni ham. Xo'sh, hammasiga yuborildi. Приглашение отправления bo'ldi. Endi dalini bosamiz. Udalini bildirib turasizmi? Marketplace'lar, albatta elektron pochtalar hammasi bajarilsin. Va inshaalloh mana stranisamiz bugun ochildi va Instagram, Facebook'imizga post ham joylab qo'yibman. Birinchi postimizni. Bosib ketib qoldi endi. Prohom.uz kiramiz. Cho'chimanglar, mana stranisa bo'limiga kirganimda, stranisa bo'limida mana oxirgi anaqa ochganim Rahmatulloh fikrida, bundan oldin mana Prohom.uz qo'shildi. Biz shuni sozlayotgan edik. Va bu yerda ham redaktiv degan bo'lim bor. Sozlashingiz mumkin obloshkalarni, avatarkalarini. Bio qismini xuddi mana bu bio, mana bu Instagramdagi kabi bir xil narsa bo'ladi. Ko'chirib qo'ysangiz ham mayli. Keyin yo'nalishingiz qanaqa? Ko'chmas mulk, misol uchun qanaqa nomer, telefon raqamlaringiz, hammasi ular Google akkauntlar bor, YouTube linki ham ulandi. Va hokazo. Tushunarlar? Xo'p, xuddi shu holatda sozlab, tayyorlab, Telegram kanalda guruhlarimizga xuddi shuni screenshot holatda tashlaysizlar va men bilishim kerak bo'ladi va tepadagi linkini ham tashlasalar ham bo'ladi. O'sha linkni tashlasa men ko'rib, analiz qilib, rostdan avatarga qo'yildimi, yo'qmi? Banner qo'yildimi, yo'qmi? Nom qanaqa qo'yildi? Post qo'yildimi, yo'qmi? Biolar qanaqa, telefon raqamlari ulandimi? Hammasini ko'rib chiqishim kerak bo'ladi. Va kelasi dars biznes suite haqida gaplashamiz. Biznes suitega kiramiz, Instagramlarni ulaymiz va biznes suite ham Instagram bilan Facebook kollaboratsiya qilib, uni biznes suite umumiy nastroykalari bo'yicha ham gaplashamiz. Hozircha shuni bajarib istadim. Katta gap. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar.